Toshkent shahar Yashnobod tumanida yangi qurilayotgan ko'p qavatli xonadonlardan uy sotib olgan fuqarolar bir necha yillardan buyon xonadonlarni ola olmasdan sarson ekanliklarini aytib, millarga murojaat qilishdi. Pulam yo'q, uyam yo'q, bola 4 ta bolam bilan ko'chada o'tiribman. 13-etajdan olgan bo'lsam, hali 13-etaj yo'q. Pulimi bering, bo'lmasam boshqa joydan harakat qilamiz desak, pul yo'q deyishdi. Iyun oyida qurilish to'xtab bo'lgan, bizga xabarimiz bo'lmagan. Ben kelib uchrashsam ham qurilish to'xtadi deb aytmagan. Men pul to'lashda davom etganman. Pulimni to'lab bo'lgandan keyin hozir hech qanaqa qurilish yo'q. Obyektimiz hali qurilmagan. Men o'zim 13-etajdan olgan bo'lsam, hali 13-etaj yo'q. Bizning murojaatimiz, men misol uchun 4 ta bolam bilan ko'chada qolib o'tiribman. Bizani kimdir himoyalaydimi? Mana shu pullarimizni shunaqa bo'lgan shartnomalarga qanaqadir yordam kuchi, qanaqadir bo'lsa, qo'lingizdan kelgancha yordam berishingizni so'raymiz. Holatga aniqlik kiritish maqsadida biz aynan sotuv binosiga yetib keldik. Xo'sh, aholining uylari qachon topshiriladi? Mas'ullar qanday javob berishadi? Fuqarolar murojaatiga ko'ra shartnoma bo'yicha bundan 2-3 yil oldin topshirilishi kerak edi, lekin haligacha kechiktirilyapti deb aytishyapti. Bu holatga qanaqa izoh berasiz? berasiz? Yo'q, shartnomada 25-yilda 80% shartnomani 25-yil 4-oyligida bitirib berish kerak edi. Ayrim sabablarga ko'ra qurilishimizda yong'in bo'ldi aka. Yong'in bo'lganki, hozir ikkita bo'lib biz anaqa qilyapti aka. Xudo xolasa, mana shu mustaqilligicha inshaalloh topshirishga harakat qilamiz aka. Demak, shu yil topshiriladi yakuniga qadar. Xudo xolasa yakuniga qadar topshirib beramiz aka, xudo xolasa. Qurilish mas'ullari va'da berishganidek, aholiga xonadonlari shu yil yakuniga qadar topshiriladi. Millar esa muammoni o'z nazoratiga oladi va biz bu mavzuga yana qaytamiz.